Assalomu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Anqarada Turkiya Xitoy axborot munbiri tashkillangan. Anadolu agentligining 1-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Turkiyaning aloqa boshqarmasi Xitoy Turkiya ikki taraf axborot va aloqa hamkorligini kuchaytirib, ikki davlatning strategik hamkorligini cho'nqurlashtirmoqchi bo'lgan. Seshanba kuni boshqarma e'lon qilgan bayonotga qaraganda, bu munbar axborot sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali Turk va Xitoy xalqi o'rtasidagi aloqani kuchaytirishni maqsad qiladi ekan. Turkiyaning aloqa direktori Fahrettin Altun va Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Jiang Shuibin ochilish nutqi so'zlaydi ekan. Munbarga ikki davlatning axborot kasbi xodimlari, akademiklar va hukumat amaldorlari jam bo'lib, faoliyat ikki asosliq guruh yig'inini o'z ichiga oladi ekan. Birinchi bosqich yangi yer shari aloqa binokorligidagi strategik sheriklik munosabati degan temadagi Turkiya Xitoy yer shari aloqasining harakatchanligini o'zgartirish orqali ko'rinishdagi hamkorlikni asos qiladi ekan. Strategik aloqadagi sun'iy idrok va yangilik yaratish texnikasi temadagi ikkinchi bosqichda sun'iy aql, cho'ng sonliq ma'lumot va raqamlik ul asliya qatorliq yangidan gulinayotgan texnikalarning ommaviy diplomatiya, axborot ishlab chiqarish va uchur boshqarishni qanday shakllantirganligi tekshiriladi ekan. Yig'inga qatnashganlar yana axborot diplomatiyasi, ommaga tashviq qilish, madaniyat almashtirish va raqamlik o'zgartishdagi hamkorlikning yo'shirin sohalarini muzokara qiladi ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 2025 yili 7 oyning 2 kuni Anqarada o'tkazilgan Turkiya Xitoy axborot munbirini qattiq aybladi. Hukumatning 2-iyul kuni e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Turkiya aloqa boshqarmasi sohibxonlik qilgan bu munbar Beyjingni qizg'in qarshi oldi hamda axborot va strategik hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turk xalqiga qaratan qirg'inchiligini qasddan nazardan soqit qildi. Bu sukut diplomatiya emas, balki sheriklik edi. Turkiyadagi Adolat taraqqiyot partiyasi Sharq Turkistonda qalaymaqon tutqun qilish, majburiy emgakka selish, sistemlik tug'mas qilib o'tish, diniy e'tiqodini bostirish, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotishdak irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy kompartiyasining ul asliyanlari bilan axborot ul asliyanlarini uyg'unlashtirmoqchi bo'lgan bo'lib, normal sherikdek harakat qilmagan. Bu Xitoyning jinoyatini yo'shirish va bir davlat xalqini yo'qotish harakatini mumkin qilmoqda. Bu atalmış axborot hamkorligi Xitoyning irqiy qirg'inchiligini inkor qilishni qonunlashtirish va Beyjingning qonunsiz egallab olgan territoriyasidan olqib, mustabid uchur kontrolligini kengaytirishga yordam berdi. Turkiya aloqa direktori Fahrettin Altun yer shari krizisi haqida so'z qildi. Ammo ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilg'ama olmadi. Bu oldin planlangan xatolik Sharq Turkistonning ovozini kuchaytirdi. Bu Adolat taraqqiyot partiyasi hokimiyatining jug'rafiyalik siyosiy manfaat uchun adolat sodisi qilishini xohlaydiganligini va Xitoy kompartiyasining bayon mashinasini ilgari surishdagi rolini aks ettirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining uchur va aloqa ishlari ministrligining ministri doktor Jurat O'g'il apandi Xitoy hokimiyatining yanida turib, taraflarning o'rtaq tirishchiligini ilgari surish orqali Turkiya hukumati Xitoyning butun bir davlatni yo'qotishiga yordam berdi. Bu atalmış hamkorlik irqiy qirg'inchilikni rad qilish sahnasidan boshqa narsa emas. Sharq Turkiston jimiq turolmaydi. Biz Turkiya xalqini va xalqaro jamiyatni bu mustabid hamkorlikqa qarshi turishga va haqiqat shundaqla adolatni tashabbus qilishga chaqiramiz dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati ogohlantirib mundaq dedi. Turkiyaning Xitoy bilan moslashishi Turk ittifoqligiga xiyonat bo'lib qolmasdan, balki yer shari demokratik qimmat qarashi va rayon bexatarligiga strategik tahdid. Axborot, bexatarlik va texnika sohasida Beyjing bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish orqali Adolat taraqqiyot partiyasi hokimiyati Xitoy kompartiyasining Yevro Osiyodagi ta'sirini kengaytirishiga yordamlashib, axborot erkinligi, fuqarolar jamiyati va haqiqatni asos qilgan uchur ekosistemasiga buzg'unchilik qilmoqda. Kun sayin kuchayayotgan Turkiya-Xitoy hamkorligi hokimiyatning strategik hamkorlik yoki dialog degan nom ostida Xitoyning o'xshamagan fikrlarini bostirish va xato uchurni tarqatishiga moslashganligining bir misoli. Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqaro jamiyatni andisha bayonlaridan olqib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga qarshi turishda Beyjingning xato uchurlarini qonunlashtiradigan hamkorlikni rad qilish va Xitoyning yer sharviy tashviqot to'rlarini oshkorlash va buzish tirishchanligini aktiv qo'llashni o'z ichiga olgan ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqirdi. Sharq Turkiston xalqi Xitoy ishg'oliyati ostida yashay olmaydi. Bizning mavjudligimiz xatar ostida. Mustaqillik tush emas, u bir zaruriyat.
Biz zalim bilan birga yashay olmaymiz. Biz mustaqilligimiz, erkinligimiz va milliy shon-sharafimizni to'liq asliga keltirishni izlaymiz. Bizning eglik huquqimiz va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqimizni muzokara qilishga bo'lmaydi. Har qanday kuchli imperiya qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar millatimizni yo'qotolmaydi yoki hur irodamizni ojizlashtira olmaydi. Tarix faqat vahshiylik qilganlarni emas, balki vahshiylikni qonunlashtirishga yordam berganlarni esda saqlaydi. Xitoy Uyg'urlarning a'zolarini yig'ib olish markazini 3 haftaga chiqarmoqchi bo'lgan. Telegraf gazetining 3-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning davlat sayya organining tarmoqi bo'lgan atalmish Xinjiang sayya komiteti 2030-yilga borganda 6 yangi davolash markazi ochishni planlaganligi. Shuningdek bilan bu rayondagi umumiy davolash markazi sonining 9 ga yetadiganligini o'tirg'a qo'ygandan keyin mutaxassislar ogohlantirish signallarini o'tirg'a qo'ygan. Beijing osonlik millat deb atalgan mahbuslarning a'zolarini majburiy yig'ib olganligi va ba'zi ahvollarda ularni necha yuz ming fond sterling to'lashni xohlaydigan boy setib olg'uchilarga setayotganligi bilan ayblangan. 2019-yili Angliyada ilib berilgan xalqaro sud kollegiyasining bayqishicha Xitoyda har yili 100 ming a'zo ko'chirish operatsiyasi qilingan bo'lib, ba'zida bemorlar hayot vaqtida 1 milliard dollar, ya'ni 733 million fond sterlingdan ortiq ko'chirish savdosiga mulozimat qiladi ekan. Bu hukumatning xalqaroda e'lon qilgan doklatining 3 hissasiga yaqin ekan. Ilgari atalmish Xinjiangdagi lagerlarda turgan qozoq doktori Sayragul Savutbay lagerlardagi salomatlik tekshirish to'g'risida oshkora so'z qilib, mahbuslarning qonini tekshirganligi natijasiga asosan ondan guruhga ayrilganligini aytgan. U holrang tekshirish belgisi berilganlarning nihoyatda tezla g'oyib bo'ladiganligini, buning sababining g'oyib bo'lganlarning organ yig'ib olish harakatining qurboni ekanligiga diqqat qilgan. Yangi asliyalarni qurish qarori bultur 12-oyda chiqarilgan bo'lsa-mu, bu plan yaqinda Avstraliyadagi kishilik huquq xayr-saxovat organi bo'lgan Xitoydagi organ ko'chirib xorlashni oxirlashtirish organi tomonidan oshkora qilingan. Xitoydagi organ ko'chirib xorlashni oxirlashtirish maslahatchilar kengashining raisi Wendy Rogers Telegraf gazeti muxbiriga garchi Xitoy ixtiyoriy organ yig'ib olishni o'tirib qo'ysa-mu, nurg'ulg'an ahvollarda majburiy yig'ilmaydiganligini, organ taqdim qilishni xohlamaydigan sog'lom mahbuslarning a'zolari chiqarib o'tilgandan keyin asta-asta o'ltirilganligini aytgan. 39 million nüfusga ega Guizhou o'lkasining organ yig'ib oladigan 3 asliyasi bor bo'lib, boshqa o'lkalarga qaraganda nüfusi oz bo'lgan atalmish Xinjiangda 9 asliyaning bo'lishi 10 millionga yaqin qamalgan xalqni esga olganda haqiqatan gumonni qo'zg'aydi. Atalmish Xinjiangning i'ona qilish nisbati davlatning boshqa joylariga qaraganda ko'p tuvan. Yangi asliyalar e'lon qilinishidan ilgari atalmish Xinjiang organ ko'chirish markazi deb atalgan. Urumchida aeroplan stansiyasiga boradigan yo'lda maxsus a'zo to'shiydigan mashinaning to'salg'usiz menish uchun yeshil ishoratlar chizilgan. Urumchida ta'sis qilingan 4 organ ko'chirish markazi o'pka, uchay, jigar, böğrek, yurak qatorliq a'zolarni ko'chiradi ekan. 2019-yildagi sud kollegiyasining so'ziga qaraganda, bir böğrek ko'chirish mashg'ulotida organ uchun 350 ming rubl, ya'ni 35.600 fond sterling. Ondan operatsiya uchun 86 ming rubl. Ya'ni 8760 fond sterling. Shundaqla doktorga mukofot sifatida 50 ming rubl, ya'ni 5100 fond sterling to'laganligi tushuntirilgan. Eng qimmatli bo'lgan a'zo yurak va jigar bo'lib, böğrek uncha qimmatli a'zolardan hisoblanmaydi ekan. Ba'zi ko'chirilgan a'zolarning bahosi 100 ming dollar, ya'ni 72 ming fond sterlingga yetadi ekan. Qon bankisi va doktorlarga topshirib olg'uvchilarni a'lo sifatli organlar bilan ta'minlash uchun qo'shimcha pora beriladi ekan. Falun Gong agashkichilari tamaki chekmaydigan, aroq ichmaydigan bo'lib, bir qadam sog'lom turmush kechirgachga ko'ngildagidek i'ona qilg'uvchilar deb qaralgan. Musulmonlarmi sog'lom i'ona qilg'uvchilar deb qaralgan. Bu yilning boshida Amerika parlamentida Xitoydagi organ yig'ib olishga qarshi turish uchun yangi qonun loyihasi o'tirg'a qo'yilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoyning organ yig'ib olishini kengaytirishga qarata 3-iyul kuni bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro jamiyatni jiddiy va konkret tadbir qo'llanib, Xitoy hukumatining ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi organlarni yig'ib olish markazlarini 2030-yilga borganda 3 hassa ko'paytirib kengaytirishni to'xtatishga chaqirdi. Bu davolashning taraqqiy qilishi emas, bu Xitoyning manfaatini maqsad qilgan sanoatlashgan jinoyat ishlagan davlat tomonidan boshqarilgan sistemaning qasddan taraqqiyotidir. Har yili taxminan 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar organlarining boy Xitoylarga va boshqa boy chet elliklarga setilishi uchun o'ldiriladi.
Bu jinoyatlar Xitoy hokimiyatining Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining bir qismi bo'lib, ular keng ko'lamli tutqun qilish, qo'l emgakiga selish, tuhmat qilib etish, qiynash va sistemlik turda yo'qotishga duch keladi. Biz xalqaro organlar va hukumatlarning qaratmaliq turda jazo yurgizishini, Xitoy bilan bo'lgan tibbiy hamkorlikni uzishini, insoniyatga qarshi elib berilgan bu jinoyatlarni jazolab, adolatni vujudga chiqarish uchun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan rasmiy qonuniy arzlarimizni qo'llashini talab qilamiz. Eg'izdagi gap yetarlik emas. Dunyo hozir harakat qilishi kerak. Bu jinoyatlarni to'xtatishni yanada kechiktirganda texmo begunoh kishilar hayotidan ayriladi dedi. G'ururning ho'l teshi asli ekan erkin ozod davlat degan anga istovlab umid birla ko'chib qo'ydik. Vatan uchun beray jonni va yoki men satay qonni dedik necha guruldabla yenib lab o'chib qo'ydik. O'chib qolding demang asla haroratlik yurak tepdi. Vatan otliq qizil cho'g'ni qo'qasqa biz ko'mib qo'ydik. Vatan ma'shuq vatan sizga misol uchun u kechar jondan degan savdo qora hijron yo'lida biz yurib qo'ydik. Tömür kashni kiyib putqa, tömür asa ilib qo'lga, misol uchun jon fidolikni ko'ngillarga pukib qo'ydik. Tömür kashlar teshilguncha, tömür asa egilguncha, desak ketsun eg'iz qing'ir, umidni biz uzib qo'ydik. Vaqtigar sunar jonni Azrail hala bir kun, degaymiz Rab rizoying uchun davallardan o'tib qo'ydik. Sarvi Hüseyinning Namsiz nomli she'ridan eylandi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.